Achchiq bo'lsa ham aytish kerak. Ko'proq yosh bolani so'kinishlikka va behayo so'zlarni gapirishligiga sabab otasi. Jahl ustida, g'azabi kelganda, shu fe'li kelib turganda bir behayo so'zni gapiradi, hazillashib, g'azabdanmi, boshqa sabab bilan bolani qalbiga o'rnashib qoladi. Yosh bola o'zi dinni so'kishi mumkinmi? Avratlarni tilga olib gapirib, haqorat qilishi mumkinmi? Mumkin. Agar uyida shu narsani ko'rsa, shu narsani eshitsa. Xo'sh, demak bolani tilini yomon faxsh so'zlarga odatlanishiga birinchi navbatda otasi sabab bo'ladi yoki yosh katta akalari sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam betob bo'lib istimalab yotganlarida istimani la'natlagan. Shunda payg'ambarimiz istimani la'natlamasligini buyurgan qiz. Hatto istimani la'natlamasligini. Musulmon odam la'nat o'quvchi bo'lmaydi. Endi ota bir ishda so'kinib tursa, eni ham shu og'ziga kelgan so'z bilan bir ishda qarg'ab tursa, o'g'ildir, qizdir bu narsani albatta o'ziga nima qiladi? Yuqtiradi.